Bu glavar sanading-a? Tinchlikmi? Bizni kechayam sizlardingiz. Endi ukam men pul beradigan odamman. Xolasa sizdayman. Xohlagan kunim sansirayman. Xo'p, aka. Bu sherigimni bolasini mazasi yo'q. Hozir siz beradigan puldan ozginasini uyga, ro'zg'orlikka beraman da qolganini hammasini sherigimni farzandini operatsiyasiga ishlatamiz. Vaziyat siz bilan topishmoq aytib o'tiradigan darajada emas. Musurlarni berib yoribsizlar-a? Malades. Kraskani bankalar qani? Chiqindiga berib yordik. Chaling eshitdim sana? Akening u bankalarga gul ekaman degandi. Nechta banka bor edi? 200 bitta banka bor. Xo'sh, agar bitta banka 5000 so'mdan bo'lganda ham 1,5 million bo'ladi. Pulinglar olib qolaman. Yo, chop bankalarni topib kelasan, ha? Endi aldamasdan to'g'risini aytlaring. Mana shu 84 kun mobaynida telefonlaringni necha marta zaryadga qo'ydilar? Hozir 1 minut. Buning operatsiyasi qay darajada zarur? Juda zarur.